Pochchamiz uliga. Nima gap, opa? 5000 kerak bo'lib qoldi. Mayda yo'q, 50 ming. Ko'ki deydi. Ha? Bechora pochchani qayerdan olsa, mashinasi buzilib qoldi. Yo'q, bular mashinada yuradi. Bechora, biz peshko merimiz shedri, ma. Apa, hashar bo'l debsan, nima ish qilish kerak? Ukam qara, mana bu devorni polni buzib bayroq qilib ko'tarish kerak. Undan tashqari mana bu polni travetrin qilib, pastini 60 talik sokol qilish kerak. Tomni yopish kerak, oyna qo'yish kerak. Bo'ldi? Shu hashar deyiladimi? Ha? Mana opa, uchastkang tayyor. Davay. Rahmat ukam. Opangizga pochka kerak. Nechi pochka kerak? Yo'q, buyrak. Oling. Rozi bo'lib bergan pullaringga. Ukani puli, apani puli, apani puli, o'zini puli. Adashdim ukam. Apani puli, erini puli. O'zing tinchmi, opa? Ha, tinch, shu ozgina pul kerak bo'lib qoluvdi. Ha, bor. Kredit yechib ketibdi-da, opa. Sefdanmi? Uyga mebel kelyotdi. Hatto shuni ko'tarib tepagacha olib chiqishvar. Tamam. Uydagilarni ko'rishga boramiz bugun. Apa, belim og'riyapti, nimagadir bu shuni ko'tara olmayapman, boku, ha? Hech bo'lmasa uygacha tashab qo'y. Ha, bo'ldi, tamam. Oboraydim, benzin yo'qda. O'zi shu ukala to'ygacha opasiga jonini berar ekan. To'ydan keyin faqat xotiniga berar ekan. Avtobusda yetib olaman.